Bugun biz mastit bo'lgan sigirni davolamoqchimiz. Mastitning 3 ta bosqichi bor. Birinchi bosqich, ikkinchi bosqich va uchinchi bosqich. Uchinchi bosqich mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Davolash vaqti keldi. Balki biroz kech qolgandirmiz. Birinchi bosqichda faqat pagalar bor. Bu shart emas. Lekin bu holatda nimadir qilishimiz kerak. Demak, birinchi qadam yelinning shu choragini bo'shatish. Bu sigir hozirgina sogimxonadan chiqdi va biz sogish apparati bilan imkon qadar harakat qilamiz. Qolganini esa qo'lda sogib olishimiz kerak. Shundan so'ng mana bu shprislardan foydalanamiz. Bularni mastitga qarshi dorilar bozoridan topsangiz bo'ladi. Ularning har xil turlari bor. Odatda yelinning bir choragiga bitta shpris ishlatiladi. Bu yerda faqat mana shu bir chorakda muammo bor. Ishni boshlashimiz mumkin. Avval ochib olamiz. Endi yaxshilab qarab turing. Odatda yozib qo'yishadi. Agar yaxshi bo'lmasa, buni har kuni takrorlashingiz mumkin. Keyingi sogim juda zarur. Yelinning bu choragini ham to'liq sogib bo'shatish kerak. Teginmaslik kerak deb o'ylamang. Uni butunlay bo'shatishingiz shart. Maqsad ham shu. Shundan keyingina davolash natija berishi mumkin. Agar foyda qilmasa, yana takrorlang.